Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan manifest tushni obzor qilamiz. Hozir ishga ketayotgandim, trenirovka o'tgani. To'g'risi qanaqadir ko'zimni yarga qilib bo'yamoqchi emas edim bugun. Dosh tush ham surmoqchi emas edim. Lekin bu tush anchadan beri chang bosib yotibdi. Buni obzor qilish kerak. Makiyajimni yengilab oldim. Buni obzor qilmasak, so'rab o'tib qoladi. Chang bosib yotaverib. Открываем. Shotishkasi ham yaxshi. Qizlar, sizlarga layfhak. O'zimiz sinim ham har doim shunaqa xato qiladi. Ko'zinglarni mana chetini yaxshilab bo'yasanglar, kipriklarni chetini, prям krayini juda ham chiroyli chiqadi. Chetni bo'yamasa, kiprik uzun ko'rinmaydi. Strelочка chiqadi. Agar kiprik bo'lsa. Menga yoqdi. Bu tushni 10 dan 9 ga baholayman. Bitta minusi quruqroq, sezonman, vohliroq tugab qurib qolish ehtimoli bor. Atak juda ham chiroyli bo'yab berar ekan. Shotishkasi ham juda ham udobniy. Ham qimmat, ham arzon tushlatib ko'rganman. Har doim kabaretda yaxshiroq deb bilganman. No, manifestim yoqdi. Обязательно yana sotib olaman.